2025-yilda asfalt bostirish necha pulga tushyapti? Xonadoningizgami yoki ko'chalargami asfalt bostirish xizmati 1 kvadrati hozirgi kunda 70 ming so'm ekan. Buni ichiga asfaltni o'sha xizmatlari hammasi kirar ekan. Faqat sizdan obed talab qilinar ekan xolos. Xo'p, asfaltlari Farg'onaning mayin sifatli asfaltlaridan ustalarimizdan uzoq yillik tajribaga ega ustalar ishlariga javob berishadi. Mana asfaltlarni ko'rishlaring mumkin. Rosa ham tiniq asfaltlar. Xo'p, obyektingiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, narxini yana ham kelishtirib berishar ekan, arzonroq qilib. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab ko'rsatilar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. O'zi nima deb o'ylaysizlar? Yerga asfalt bostirgan yaxshimi, bruschatka bostirgan yaxshimi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirib, bu videoda asfalt qildirishim kerak deb yurgan tanishlaringga jo'natib beringlar. Savdo Time kanalidan oldim sizlarning bonus chegirmalarni albatta qilib berishadi.